Bilasizmi, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan fuqarolar 12% keshbekka ega bo'ladi. Davlat tomonidan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga soliq mobil ilovasi orqali ijtimoiy keshbek olish huquqi berilgan. Ijtimoiy keshbek olish uchun ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan jismoniy shaxslar chakana savdo obyektlaridan ayrim tovarlarni sotib olganda xarid summasidan 1% miqdordagi keshbek o'rniga 12% qo'shilgan qiymat solig'i summasini qaytarib olishlari mumkin. Bugungi kunda qo'shilgan qiymat solig'i qaytariladigan mahsulotlar ro'yxati qo'y go'shti, parranda go'shti, mol go'shti, tuxum, o'simlik yog'i, un, shakar, dori vositalari va tibbiy xizmatlar hisoblanadi. Qo'shilgan qiymat solig'i summasini qaytarish uchun reyestrga kiritilgan iste'molchi soliq ilovasini yuklab olib, Face ID yordamida ro'yxatdan o'tadi va ilovada xarid chekining QR kodini skanerlashi kerak. Qo'shilgan qiymat solig'i summasini chek ro'yxatdan o'tkazilgan oydan keyingi oyning 25-sanasidan so'ng soliq mobil ilovasi orqali qaytarib olish mumkin.